Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi brifingda Surxondaryo viloyati Jinoyat ishlari bo'yicha sudlari tomonidan 2025-yil davomida voyaga yetmagan shaxslarga oid ko'rib tomlangan jinoyat ishlari yuzasidan ma'lumot berib o'taman. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 86-moddasiga ko'ra, sud voyaga yetmaganlarga jazo tayinlashning umumiy asoslariga amal qiladi. Voyaga yetmaganning rivojlanganlik darajasi, turmush sharoiti va tarbiyasini, sog'lig'ini, sodir etgan jinoyatining sabablarini, katta yoshdagilarning va boshqa holatlarning uning shaxsiga ta'sirini hisobga olishi belgilangan. 14 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan vaqtda jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan jinoyatlar majburiy tariqasida jazo tayinlashda ozodlikdan mahrum qilishning eng ko'p muddati 12 yilgacha. Agar sodir etgan jinoyatlarning bittasi o'ta og'ir turdagi jinoyat bo'lsa, 12 yil muddatgacha jazo tayinlanadi. 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan vaqtda jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan jinoyatlar majburiy tariqasida ozodlikdan mahrum qilish jazosi 12 yil muddatgacha. Agar sodir etgan jinoyatlarning bittasi o'ta og'ir turdagi jinoyat bo'lsa, 15 yil muddatgacha jazo tayinlanishi mumkin. Jinoyat sodir etish paytida 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan shaxslarga nisbatan bir necha hukm yuzasidan tayinlanadigan ozodlikdan mahrum qilish jazosining muddati 15 yildan oshmasligi kerakligi belgilangan. Endi esa ko'rib tamomlangan jinoyat ishlari yuzasidan ma'lumot berib o'taman. Xususan, jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlariga 2025-yil davomida 195 shaxsga nisbatan 151 ta jinoyat ishi ayblov xulosasi bilan 26 nafar shaxsga nisbatan 25 ta jinoyat ishi esa ayblov dalolatnomasi bilan 1 nafar shaxsga nisbatan bitta jinoyatchi tibbiy yo'sindagi majburlov chorasini qo'llash haqidagi qaror bilan 10 nafar shaxsga nisbatan 10 ta jinoyatchi yarashuvni tasdiqlash to'g'risidagi qaror bilan jami 221 nafar voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan 176 ta jinoyatchi kelib tushgan. Shundan tuman shahar sudlari tomonidan ushbu davrda voyaga yetmagan 188 nafar shaxsga nisbatan 158 ta jinoyatchi ko'rib tamomlangan, 159 nafar voyaga yetmagan shaxsga nisbatan jazo tayinlanib hukm chiqarilgan, 1 nafar shaxsga nisbatan jazo tayinlamasdan hukm chiqarilgan, 28 nafar voyaga yetmagan shaxs bo'yicha ishlar tugatilgan. Shuningdek, 1 nafar voyaga yetmagan shaxsga nisbatan tibbiy yo'sindagi majburlov chorasi qo'llanilgan. Jami 188 nafar shaxsga nisbatan 158 ta jinoyat ishi bo'yicha 63 tasi ijtimoiy xavf katta bo'lmagan jinoyatlar, 76 tasi uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar, 43 tasi og'ir jinoyatlar va 6 tasi esa o'ta og'ir jinoyatlar turkumiga kirayotgan jinoyatlarni tashkil etadi. Sudlar tomonidan ko'rib tamomlangan ishlardan 28 nafar shaxslarga nisbatan dastlabki tergov organi tomonidan qo'yilgan ayblovlar o'zgartirilib hukm chiqarilgan. 4 nafar shaxsga nisbatan modda to'liq ayblovdan chiqarilgan. 6 nafar shaxsga nisbatan modda qismi yoki bandi chiqarilgan. 4 nafar shaxsga nisbatan boshqa moddaga malakalanib hukm chiqarilgan bo'lsa, 15 nafar shaxsga nisbatan moddaning boshqa qismiga yoki bandiga malakasi o'zgartirilib hukm chiqarilgan. Voyaga yetmagan shaxslarga oid ishlar bo'yicha 33 nafariga jarima jazosi, 2 nafariga axloq tuzatish ishi jazosi, 100 nafariga ozodlikni cheklash, 17 nafariga ozodlikdan mahrum etish jazosi. Bu davrda 2 nafar voyaga yetmagan sudlanuvchilar shartli hukm qilingan. 1 nafari esa jazodan ozod etib hukm chiqarilgan. Yana bir ma'lumotni aytib o'tsam, 2025-yil davomida sudlangan jami 154 nafar voyaga yetmagan shaxslarning 15 nafari muqaddam sudlangan voyaga yetmaganlarni tashkil etadi. Voyaga yetmaganlar orasida jinoyatchilikni oldini olish borasida 2025-yil davomida sudlar tomonidan 154 ta xususiy ajrimlar chiqarilib, joylarga muhokama qilish uchun yuborilgan. Shuningdek, 2025-yil davomida voyaga yetmagan shaxslar bilan bog'liq bo'lgan 3 nafar shaxsga nisbatan 3 ta jinoyatchi apellyatsiya instansiyasida ko'rib chiqilgan. Shundan 2 nafar shaxsga nisbatan birinchi boshqa sud tomonidan chiqarilgan sud qarori o'zgartirilgan, 1 nafar shaxsga nisbatan chiqarilgan sud qarori esa o'zgarishsiz qoldirilgan. Bundan tashqari, ushbu davrda 5 nafar shaxsga nisbatan 4 ta jinoyat ishi kassatsiya instansiyasida ko'rilgan bo'lib, shundan 1 nafar shaxsga nisbatan birinchi bosqich sudi tomonidan chiqarilgan hukm o'zgartirilgan bo'lsa, 4 nafar shaxslarga nisbatan chiqarilgan sud qarorlari o'zgarishsiz qoldirilgan. Surxondaryo viloyat sudining 2026-yil 1-yarmiga mo'ljallangan ish rejasining 2.1 bandini ijrosi yuzasidan 2025-yil davomida jinoyat ishlari bo'yicha sudlar tomonidan voyaga yetmagan shaxslarga jinoiy javobgarlikka tortish bilan bog'liq sud amaliyoti yuzasidan umumlashtirish o'tkazilgan.
umumlashtirish natijasiga ko'ra kelgusida voyaga yetmagan shaxslar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar bilan bog'liq ishlarni ko'rishda aniqlangan xato va kamchiliklarni bartaraf etish hamda bir xil sud amaliyotini shakllantirish, qonuniylikni ta'minlash maqsadida qonunchilikka takliflar berilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.